Ota-onani bu hayotda o'rni bilasizmi qanaqa? Men sizga bitta fishkani aytaman, hech qayerda eshitmagansiz bu narsani. Men sizga javob beraman. Qaysidir domlalarni, ma'ruzalarni, gaplarni har kuni internet, Instagram, YouTube'da ota-ona haqida gapiradi, to'g'rimi? Ko'ngilingizga yetib bormayapti, men sizga zo'r bitta fishkasini aytaman. Otangiz hayotmi? Hayot bo'lsa, yaqiningizni oldiga boring. Ya'ni otasi olamdan o'tgan, yaqiningizni oldiga boringda, do'stim, yo opa, yo singil, hozir otang olamdan o'tganiga menimcha vaqt bo'ldi. Agar otang hozir qaytarish iloji bo'lganida nima qilarding? Nimani berarding? Haqiqatda o'sha odamning ko'zi gapiradi. Agar yig'ilib yormasa otamni boshqa qo'ying. Oyog'ini o'pardim, otam hayot bo'lganida dedi. O'zingizni o'sha yaqiningizdan so'rang, savolni bering. Onasi olamdan o'tgan qaysidir yaqiningizning oldiga boring, onangiz hayot bo'lsa, boringda, onang hayot bo'lganida, opa, o'rtoq, yaqiningiz qanaqadir boringda, nima qilarding shu onang hayot bo'lganida? Hozir nima qilarding? Nimani berarding? Borimni berardim, oyog'ini o'pardim dedi. Yoki deydi shu gapni, javob beraman. Mana men sizga bu gapni faktor. O'zingiz yaqiningizga borib ayting, shu gapni. Yig'lavoradi. Javob yig'lavoradi. Chunki qaytarish iloji yo'q. Shuning uchun ota-onangizni borda qadrlang. Ertaga kech bo'ladi, keyin butun umr afsuslanasiz.